Rishton tibbiyot texnikumida o'quvchilarni zamon talabi asosida o'qib, malakali mutaxassis kadrlar bo'lib yetishlari uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Ayni kunda bu yerda 1000 nafardan ziyod o'quvchi tibbiyot sirlarini o'rganmoqdalar. Mavjud yo'nalishlar bo'yicha malakali pedagoglar faoliyat ko'rsatishyapti. Bu o'quv jarayonlarida va amaliyotlarda o'z aksini topmoqda. Zamonaviy o'quv qurollari bilan jihozlangan xonalar talabalar xizmatida. Bu sohadagi ishlarni yanada yaxshilash, har tomonlama malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun Farg'ona jamoat salomatligi instituti professor o'qituvchilari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Oliygoh o'qituvchilari tibbiyot texnikumida bo'lib, mahorat darslarini o'taydilar. Bu borada dastlabki qadamlar qo'yildi. Bu texnikum bilan biz hozirgi kunda o'sha qo'shma dastur asosida ishlar olib boryapmiz. Ya'ni Turkiya davlat universiteti, Ege universiteti bilan hamkorlik qilinib, bularda ham shu qo'shma dasturlarni hozir hal qilish arafasida turibmiz. Hozirgi kunda mana bugun tadbirda bularda 1089 ta o'quvchilar bor ekan. Shulardan 500 dan ortiq bitiruvchilar bor ekan. Bizning professor o'qituvchilarimiz shu bitiruvchilarni davlat attestatsiya komissiyalarida qatnashishadi, kelib yordam berishadi iyun oylarida. Hamda bundan buyon mana bizga biriktirganligi uchun doimiy bularga biz nemis tilidan o'qituvchi tayinlab institutimiz tomonidan yo'lga qo'yib, kelajakda 16 nafar o'quvchini sertifikat olgandan keyin Germaniyaga yuborishga ham yordam beriladi. Rishton Abu Ali ibn Sino nomli texnikum o'quvchilari bizga mana ochiq eshiklar kunlariga borishdi. Ya'ni hozirgi kunda bizda bakalavr yo'nalishlar bo'yicha davolash yo'nalishi bor, pediatriya yo'nalishi, stomatologiya yo'nalishi, farmatsiya yo'nalishi, tibbiy profilaktika yo'nalishi, xalq tabobati yo'nalishi, oliy malakali hamshira yo'nalishi, biotibbiyot muhandislik yo'nalishlari bor. Bular borib kafedralarimiz bilan tanishganda bularda qiziqishlar uyg'ondi. Ya'ni shu yo'nalishlarga yozda mana bitiruvchi kurs talabalari hujjat topshirib o'qishga kirish maqsadlarini aytib o'tishdi. Oq xalat egniga yarashgan, o'z oldiga shifokor bo'lishdek maqsadni qo'ygan o'quvchi yoshlar tibbiyot yo'nalishidagi fanlarni puxta o'zlashtirmoqdalar. Mazkur tibbiyot texnikumi o'quv jarayonlari bo'yicha respublikada o'z o'rniga ega. Bu turli fan olimpiadalarida va bellashuvlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Eng asosiysi jamoa yosh mutaxassis kadrlardan tashkil topgan. Ularning asosiy qismi Toshkent tibbiyot akademiyasi, Samarqand, Andijon, Farg'ona tibbiyot oliygohlarini tamomlaganlar. Endi ustozlar bo'lg'usi shifokorlarga Abu Ali ibn Sino asos solgan tibbiyot sirlarini o'rgatmoqdalar. Bemorga qarash rassomlik va haykaltarashlik kabi san'atdir. Parvarish qilish san'ati esa eng oliy san'at hisoblanadi. Biz mana shunday oliy san'at egalari bo'lgan hamshiralarni yetkazib chiqayotgan pedagoglar hisoblanamiz. Bizning texnikumimizda talabalarga juda ham keng sharoitlar yaratilgan. Bizning texnikumda asosan 5 xil yo'nalishdagi talabalar tahsil olishadi. Hamshiralik ishi, akusherlik ishi, tibbiy profilaktika hamda farmatsevtika yo'nalishlarida talabalar tahsil oladilar. Biz talabalarimizga nafaqat kasbiy bilimlarni beribgina qolmay, balki xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha ham tahsil bermoqdamiz. Yaqindagina 4 ta talabamiz hamda 2 ta katta o'qituvchilarimizdan 2 tasi shu ingliz tili bo'yicha IELTS sertifikatini qo'lga kiritishdi. Biz bundan juda ham xursandmiz va bundan faxrlanamiz. Yaqin yillarda, ya'ni 2018-yilda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tarafidan hamshiralarga, ayniqsa patronaj hamshiralariga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilgan qarorlar qabul qilishdi. Ham moddiy tarafdan, ham ma'naviy tarafdan. Bularni eshitgan talabalarimiz esa kasbiga bo'lgan mehrlari yana ham oshgan. Rishton tibbiyot texnikumida ham yoshlarning qiziqishlarini, mahoratlarini oshirish maqsadida turli tadbirlar tashkil etiladi. Bu galgi Baliq qizlar tadbirida o'quvchi qizlar 4 ta yo'nalish bo'yicha o'zlarining bilimlarini, iste'dodlarini namoyish qildilar. Tadbir avvalida so'zga chiqqan Farg'ona jamoat salomatligi instituti va Rishton tibbiyot texnikumi o'qituvchilar yoshlarga berilayotgan e'tiborni e'tirof etdilar. Chunki shifokor bo'lishdek ezgu maqsadni oldiga qo'yib, ilm cho'qqalarini mukammal egallasa, yetuk shifokor bo'lishlarini aytib o'tdilar. Tadbirda har bir ishtirokchilarning chiqishlari hakamlar hay'ati tomonidan baholab borildi. Ularning she'r aytish, raqs tushish borasidagi mahoratlari xolisona baholandi. Tadbir yakunida barcha ishtirokchilarga Farg'ona jamoat salomatligi instituti va Rishton tibbiyot texnikumi boshqaruvi tomonidan faxriyorliklar hamda esdalik sovg'alari topshirildi.